Assalomu alaykum. Hajga yo'nalishlarimiz 13-iyul sanasida bosh tabriklarimizni Stalin Daynamur Baxtli xonadoni onajonlari Naziraxon jonimning xonadonlarida davom etmoqdamiz. Onajonimni yana tabriklagani kelik, albatta yana farzandlari bizni chorlab qoldilar. Bu uydagi hech qaysilari bizga begonamiz, albatta qadrdonlarimiz. Yana bir ularni xursand qilib chiqamiz, ko'ngilni ko'tarib chiqamiz. Nazirona tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat, biz boshladik. Ko'zlarimga keng bu olam chiroyli, o'zimga o'xshaydi bolam chiroyli. Mendan ranjimang ey yoru do'stlarim, aslida hammadan onam chiroyli. Yig'lasam yig'lab, u kulsamda kulgan meni yuragida onam go'zal chiroyli mening onam. Canım onam, cennetteki reyhanıma gülün onam. Onam, onam, balım onam. Buram güzel çırayla benim onam. Taşveşlerin başına kötürüp, her gün duadan kalmayan can onam. Farzandları üçün canıdan keçip, saçlarga oqlar onalagan onam. Mehringizga doim mushtoqman onam. Poyi jannat nur yuzligim volidam. Beshigimni tebratganingiz uchun umrim yetmay onam, onam, bolam onam. Biram güzel chiroyli mening onam. Onam, onam, canım onam. Cennetdeki reyhanıma gülün onam. Onam, onam, balım onam. Biram güzel chiroyli mening onam. Şöyle hastagiyle vatanı canınız canım bayramlarınız mübarek olsun. Albatta Naziraxon Xojona tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Sizni xonadoningiz begonamiz bostirib kelaverdi. Mehmon qabul qilasiz. Endi qizlaringiz qatori qiz bo'lib qolganmanda albatta. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Albatta bitta qizlar ikkita bo'lganlar. Maşallah tug'ilgan kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Bugun sizdan maslahatlarga turib albatta akamiz sizni xursand qilishni xohlab yana bizni chorlab qoldilar. Albatta tug'ilgan kunlaringiz bayramlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Aziz akamizni sevishli salomlarini, dillardagi yaxshi niyatlarini yetkazib qo'yish uchun xonadoningizga bostirib kelaverdim. Akam aytdilar, "Birdona yana boring, xursand qilib keling onamni. Bugun onam barcha mehmonlar bilan chiroyli o'tiribdilar, ko'ngillarni ko'tarib keling. Onamni xursand qilib kelsangiz, onamdan da xursand bo'laman. Dunyo tashvishlari deb onamni azobida meni xursand qilishni xohladim. Ko'ngillarni ko'tarishni xohladim. Zero onam xursand, onamdan da xursand bo'laman" deya aziz akamiz samimiy tilaklari ila bugun biz mana shunday poyezdek xonadoningizga, qutlu xonadoningizga bismillahir rohmanir rohim deya tashrif buyuraverdik. Mehmon qabul qilasiz endi onajon. Bayramlar yana bir bora muborak bo'lsin. Albatta sir bo'lmasa bugun necha yoshingiz onajon? 18. Sayyilar bo'lsin, 18 yoshlari bilan va onajon tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Albatta bugun hali kelganimda akamizga savol berdim. Onangizni ko'p xursand qilganman, ko'ngillarni ko'targanman. Onangizni qanday xursand qiling, ko'ngillarni qanday ko'taring deganimda, onamni bugun juda ham boshqacha xursand qiling. Onam o'zlari juda ham chiroyli tabassum bilan yuzlarida nur yog'ilib turadilar. Onamga qancha chiroyli gaplaringizni gapirsangiz ham, qancha chiroyli so'zlaringizni gapirsangiz ham, hamma yaxshiliklarni onamga tilayman. Baxtimga har doim sog'masinlar, dard ko'rmasinlar. Onam hech qachon og'rimasinlar, bolam demasinlar. Biz farzandlar uchun har doim baxtimizga sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Birinchi navbatda onamga sog'inganimni aytib qo'ying. Ayajon, jonim ayam, ayajonginam, volidam, sizni juda ham sog'indim. Qaniydi qanotlarim bo'lganda volidam yoningizga ushib borgan bo'lardim. Ko'zlaringizga to'yib, bag'rimga mosib mahkam ikkala yuzlaringizni ota bo'ldi. Siz uchun bugun farzandlarim uchun
shu chiroyli kunlarda yoningizda turolmayapman. Sizdan uzoqdaman. Lekin qalban yaqindaman. Qayerda bo'lsam, nima ish qilsam, har doim sizni duolaringiz ila, sizni duolaringiz asrab avaylab kelgan. Baxtimga har doim sog' bo'ling. Dunyo bo'lguncha turing. Diye bugun akamiz chiroyli niyatlar qilib turar. Ilohim akamizning umrlari uzoq bo'lsin. Musobaradagi nimaki niyat qilib yurgan bo'lsalar, hammasiga erishib mana shu uylarda katta to'ylar qilib, yaxshi mashinalar minib, ilohim sizdan yana o'rnalarga, katta hajlarga jo'natishlik nasib bo'lar. Ro'za aylasin hojona, tug'ilgan kunlaringiz bir qo'rama bo'liy bo'lsa, albatta yuzingizdagi mana shu chiroyli tabassum sizning hech qachon arimasdan, albatta tashqi tabassum bilan bizni har doim har yili kelganimizda kutib olavering onajon. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsa, albatta keling onajon. Qani qancha mehmonlar, hammalari hoji onalar, hammalari duogo'y hoji onalar besh vaqt namozlarni o'qib, Alloh taolodan farzandlarning duolarini Alloh taolodan so'rab vaqtiga mana ko'p turgan onajonlarimiz. Keling, mana shu onajonlarimizga chiroyli niyatlaringizni, duolaringizni yo'l qilasiz. Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, mehribonlarim. Hammalaringiz xonadonimizga xush kelibsizlar. Har qadam bosib kelibsizlar diydamiz ustiga. Hamisha yaxshi kunimizga, shodiyona kunimizga hamisha shunday tashrif buyurib turingiz. Sizlarning duolaringiz bilan shu darajaga yetyapman. Allohning behisob hamd sanolar bo'lsin. Ikkala o'g'lim Rossiyaga, Firuzjon, Azjon o'g'lim Rossiyaga. Ularning umrlari uzoq bo'lsin, tanlovlari sog' bo'lsin, safarlari bexatar bo'lsin, ishlariga rivoj bersin, kasbkorlarga Xudo baraka bersin. O'g'illarimni hamisha yuzlari yorug' bo'lsin. Mana shunchalik e'zoz qilibdilar. Allohning ularni e'zozlasin. Kelinoylarim bilan Allohning xush chaqirsin. Farzandlaringizni halovatli tomonini ko'rsin. Nasib etsa Xudo xolasa Azjonimga alpomishlik o'g'lonlarda nasib etganda haqiqiy to'ylarda mana shunday jamil o'tirishni, dona qizimni ham shunday tashrif berishlarini Alloh nasib etsin ilohim. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Onajonim, sizga rahmat onajon. Hamisha mana shunday yaxshi kunimga, shodiyona kunimga tashrif buyurasiz. Nasib etsa katta hajga borish niyatim bor. Xudo xolasa mana shu katta hajga borganimda sizni o'zingiz nasib etsa hajlar o'tkazishni Alloh nasib etsin. Inshaalloh. Kelibsiz otajon, bolalarim sizlarga rahmat aytaylik. Qimmatli vaqtlaringizdagi shunday mana xonadonga kelibsizlar. Har qadam bosib kelibsizlar deydam ustiga. Rahmat sizlarga. Umrlar uzoq bo'lsin. Anjolaringiz sog' bo'lsin. Rahmat, qassagilar bo'lsin, yaxshi niyatlarga, onajonlar, akalar, bugun yetganlar bor, yetmaganlar bor. Inshaalloh katta hajlarga borib kelganingizda akamni Parvondek o'g'ilni haqiqat o'ylarini qo'shib nashrlash nasib bo'lib aylasin. Bugun azakam aytdilar, onamni chiroyli qilib xursand qiling, lekin bitta qo'shiq o'ynatib bering dedilar. Onam chiroyli o'ynaydi dedilar. Davrani to'ldirib mehmonlar bilan bitta chiroyli raqslarga tushirsin dedilar. Maylimi? Marhamat, hammalar chiroyli raqslarga taklif etamiz. Xo'ja onajonlar raqsiga. Marhamat onajonlar, sizlar uchun chiroyli qo'shiqlarimiz. Adalayin içinde kazanmıştım, adalayin içinde kazanmıştım. Oyna bika, oyna hanım kaladı, oyna koyun, oyna hanım kaladı. Marhamat onajonlar. Aklıkşım taştı sizni görgende, aklıkşım taştı sizni görgende. Ne darım kalmadı vermeyin her bir hıyana, günlüğünüzü vermeyin her bir hıyana. Yüzün şiblemindeki kanını, yüzün şiblemindeki kanını. Kolum deyip gitse hanım cılmasın, elim deyip gitse hanım cılmasın. Oyna bir gel oynanın kaladı, oyna koy oynanın kaladı. Marhamat onajonlarimizga. Arifte soğular ışıdır ışıdır, sevgilinle menga bıdır bıdır. Kara ahvalim juda xafa, meni bir minutda kuldir kuldir.
Assalomu alaykum ahli aziz. Ana shu meni Nazira oy hojijon singlimni hovli makoniga tashrif buyurgan ahli aziz mehmonjonlar, hoji onalarim, ustozlarim, birodar, kelinoylar va qizlar, bizni mana shu video tarix zarvaraqlariga rasmlarga olayotgan o'g'lonlarim, hammalaringizga bugungi ayyom Nazirajonimni Robbimga banda bo'lgan kuni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam on hazratimizga ummat bo'lgan kun muborak bo'lsin. Tanijonlari omon bo'lsin, xonadonlari to'yxona, ilmxona mana shunday yaxshilar bilan ilm-olim to'lsin. Avvalambor jami o'tganlarda alal xusus Nazirajonimni, hojijonimni bosh egasi, hoji ukamni, qaynona qaynotalari, ota-ona tomonlama o'tganlari hammadan o'tgan, sizdan o'tgan, ko'pdan o'tgan, bizdan o'tganlarda Alloh rahmatiga olib jannatiga safiga safdor qilgan bo'lsin. Nazirajonimni ilmi juda yaxshi. Men sizlarga aytmasam ham bilasizlar. Bizlar o'sha Payshanba jome Qalandarxona masjidida yonimda o'tiribdi Xayriniso ojona ustozim, Chinnigiloy, Mohira jonim. Birgalikda biz har seshanba kuni ana shu amri ma'ruf eshitamiz. Sizlardek ahli aziz yaxshilar murodi hosil bo'lgan kunlarda, ehsonlar qilgan kunlari, ilm majlis qilgan kunlaringiz Nazirajonim ko'p bilaman, eshitganman. Bu xonadonga 3-4 marta kelganman. Sizdek yaxshilar bilan ko'p suhbatlarda bo'lganman. Ba'zilaringiz bilan Nazirajonim Qur'onda ham ilmi yaxshi, hayo, ibod, taqvoda yaxshi. Xonadoniga har doim kimki kelsa o'ylanib qanaqa qilib kutib ekan deb o'ylamay keladi hamma. Birdan butun joni jahonini payondoz qilib kutib oladi. Men shunday yaxshi insonlardan, Allohning yaxshi bandalaridan. Safardagi o'g'loni tabrik yuboribdi. O'sha o'g'lonimni yonidagi do'sti, birodarlari bilan hammasini Alloh hifz himoyasida asrasin. Parvardigoro baland tashlayaptimi, past tashlayaptimi, nima bo'lsa ham haloldan bersin. Duolar avval Alloh, keyin Nazirajonimni duolari bilan ketgan, qachonki o'sha yerda rizqini yeb bo'lsa, kistalari daromad dollarga, qalbi iymonga, siyrati salomatlikka to'lib xonadoniga kelsin. Xudoya o'shanday mana shunday ehsonlar chiqarib, o'g'lim buncha dollarlar olib keldi, buncha menga liboslar olib keldi, buncha shokoladlar olib keldi deb ulashib yursin sizlardek yaxshiliklarga. Nozik qo'llari beshik tebratgan, jilmaysa samoda quyosh porlagan, bu go'zal dunyoning bekasi sizsiz, go'zallik olamining shunday malikasi sizsiz. Aynalib ketay. Bizga xizmat qilgan bu kelinchaklar, men bu yerda bir kecha Qadr kechasini kutib ham yotib qolib mehmon bo'lgan kunlarim borda. Ana o'shanda xizmat qilgan kelinchaklarimni, bugun xizmat qilayotgan kelinchaklarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ularning ota-onalariga ko'p rahmatlar beramiz. Sababki qizlarimiz kishi bandasi, har kuni bizni xizmatimizni qila olmaydi. Kelinlarimiz har nafas har daqiqada bizni yarqillagan xo'jayinlarim mashinlarda minsin, shaharlardan uylar olsin, uylaridagi zurriyotlari olim, ulamo, qori, qurrolar, hofizi Qur'onlar bo'lsin. Nazirajonimda Qur'onlari shunchaki qolib ketmasin. Hammamizniki ahli zurriyotlarimiz vaqti kelganda orqamizdan boqqan, o'qitgan otam, sinasidan sut bergan, kunga ulagan onajonim, onalarni go'zali albatta meni onam deb eslayotgan zurriyotlardan bo'lsin. Hammalaringizdan, hammamizdan Robbim rozi bo'lsin. Tanijonlar omon bo'lsin. Ertamizda egalari bo'lgan o'g'lonlaringiz Nazirajonimniki bilan birgalikda hammalaringiznikini mushkuli oson, hojati ravon, murodi hosil, martabalari ziyoda bo'lsin. Tanijonlari omon bo'lsin. Mana shunday bugungi kunday ayyomlar
hammalaringiz xonadonlaringizda bo'lsin. Hammalaringizdan, hammamizdan Robbim rozi bo'lsin. Nazirajonim, hojijonim yana bir bora tabriklayman. Biz belgilay olmaymiz, Alloh turibdi. Ana shu uchun sizga qancha umr bergan bo'lsa, hech qachon muhtoj bo'lmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ahli zurriyotlaringizni hammasi sizni xizmatingizda qilib, duolarni olib, murodlarga yetib yursin. Tamaddi qizim, ismingiz kim? Voy, terib Durdona qilib olgan ekan. Siyratingiz ham go'zal, so'zamonlikda ham juda yaxshi ekansiz. Men ancha tinglab turdim. Mana shunday yaxshi davralarda, bundan kattalarda o'tkazishlarda sizga Alloh kuch-quvvat bersin. Tan joningiz omon bo'lsin qizim. Rahmat. Rahmat hojona, yaxshi niyatlar o'zingizga ham qamroq bo'lsin. Sizni ham fayzli xonadoningizda mana shunaqa chiroyli kunlar. Marhamat, nabirajonlarga urashib qo'yamiz shirinliklardan. Hassagiga biron cho'ponamiz bayramingiz muborak bo'lsin. Marhamat. Hojona, nabirajonlarga marhamat. Salam bir sen, bir kelam hayvan.
ishimdan biladi hazilim yoqmayin olsa gah voy voy havo qiladim buyar kayfiyati yomon bo'lsa gar voy voy birdan chaqib uyar aylanayin chaqmam saqamnayin mani shirin asaladim sevaman sevgan sayin mani asal asal asalga botib ketgan qiz dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi oshlaring qaldirg'ochmi oshlaring boshga balo dilbar shirin so'zlaring jonim oladi mani shirin so'zlaring jonim oladi mani o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi mani o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi mani dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi oshlaring boshga balo dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi oshlaring boshga balo darkor mana dilbar yakta xiyo boq mana dilbar darkor mana dilbar yakta xiyo boq mana dilbar albatta xursand bo'lsangiz bugun siz ozgina bo'lsa ham xursand qiladigan bo'lsak yuzingizga tabassum ulashadigan bo'lsak farzandingizning ajoyib hadyalarini dillarga yaxshi niyatlar yetkazib mana shu fayzli xonadoningizga o'zimizni ozgina bo'lsa ham tug'ilgan kuch ko'ximizni so'ragan bo'lsak yagonan tabrikga yetdiki bag'oyatda osonmiz har doim sog' bo'ling salomat bo'ling kipriklarimiz ko'zlarimizdan qanday asrasa Allohim ham sizlarni shunday asrasin qadringiz nonday aziz qalbingiz qorday nafis qaddingiz tog'lardan-da baland bo'lsin aytdilar bugun sizga turfa qutlovlar umringiz go'zal baxtlarga to'lsin yuzda shirin tabassum ilohojonajon bugungi tavallud ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin e'tiborlaringiz uchun hammalaringizga kattakon rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar mana shu gulduz qarsanglar bugun barchalaringiz uchun tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin endi shirin tabassum bilan rasmga olib qo'yamiz